Ne shoiru allomalar bahor va Navruzga ta'rif bermagan. Ammo bahor hamisha tabiatning uyg'onish fasli, yer yuzi yana yashillikka burkanadigan, hayot qayta jonlanadigan ayyom. Bu faslda daraxtlar gullaydi, qushlar sayraydi. U inson qalbiga iliqlik olib kiradi, yangi orzularga chorlaydi. Shuning uchun ham bahorni poklanish va yangilanish fasli dedilar. Navruz esa bahorning eng ulug' va qadimiy bayramlaridan. Tun va kun tenglashadigan tabiatning mo'jizaviy hodisasi. Navruz asrlar davomida xalqimizning milliy an'analari, urf-odatlari va qadriyatlarini o'zida mujassam etgan. Navruz tinchlik, do'stlik va birdamlik bayrami. U insonlarning yaxshilik, bag'ri kenglik, o'zaro hurmat va mehr-muhabbatga chorlaydi. Shu jihatdan u nafaqat milliy, balki insoniy qadriyat sifatida ma'no kasb etgan. Mahalla institutini rivojlantirish, aholi farovonligini ta'minlash, jamiyatda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash ishiga qo'shgan hissasi uchun Nuroniy jamg'armasi Buvayda tumani bo'limi raisi Izzatilla Ernazarov sog'lom avlod uchun ordeni bilan mukofotlandi. Bugun bu yuksak mukofot egasiga topshirildi. 20 yil o'qituvchilik qildim, fermer bo'ldim, mahalla qishloqlar yig'inini boshqardim. Birinchi o'rinda yoshlarni vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, vatanparvar ruhda tarbiyalash, ular o'rtasida jinoyatning oldini olish, to'ylarimizni ixcham qilib o'tkazish, milliy urf-odatlarimizni qadrlash, mana shu ishlarni bajarishda kechasi kunduz horma ishlayapmiz. 5-6 yillarda aytaylik, butun tizim o'zgardi. Bizi bugun nuronli aralashmagan soha yo'q. U mahalla yettiligida albatta bugun faol nuroniylarimiz, ayniqsa keksalar maslahatining 15 ta a'zosi, faol 3 tadan faol nuroniy, bujonlar maktabi va kuni kecha har bitta ko'chalarga yana bir donadan nuronlar boshchiligidagi ko'cha boshlari ham biriktirildi. Mana bu yerda tumanida 636 ta ko'cha bor ekan, 636 ta ko'chaga nuronlarni biriktirdik. Bu sharoitga albatta muhtaram prezidentimizning bizga yaratgan imkoniyatlari ishonchi deb bilamiz. Mana 2 yildirki, Navruz Farg'onaning mo'jizaviy Eka shaharida joylashgan mahobatli ochiq osmon ostidagi sahnasida nishonlanadi. Bu gal ham bu yerga viloyatning eng ulug' insonlari, mehnatdan qadr topgan nuroniylari, kelajakka bugun poydevor qo'yayotgan yoshlar vakillari to'plandilar. Bunaqangi sayrlarimizni o'tkazilishi nafaqat milliy urf-odatlarimizni saqlab qolish, balki insonlarning o'rtasidagi mehr-oqibat kabi rishtalarni yanada mustahkamlashga ham yordam beradi. Bu sayrda nafaqat nuroniylar, balki yoshlar ham ishtirok etib, ulardan ko'p narsa o'rganishga harakat qilyapmiz, kayfiyatimiz yaxshi mazza qilyapmiz. An'anaviy chorlov musiqasidan so'ng viloyat hokimi Xayrilla Bozorov barchani bayram bilan tabrikladi. Shuningdek, prezident tashabbusi bilan viloyatda amalga oshirilayotgan islohotlar, xalq farovonligini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlar haqida so'z yuritdi. Muhtaram prezidentimizning bayram tabriklarida bugungi tinch va osuda hayotimiz, yurtimiz taraqqiyoti yo'lida barchamiz bir yoqadan bosh chiqarib mehnat qilishimiz zarur deyiladi. Biz bu chaqiriqqa baralla ha deb javob beramiz, dedi Xayrilla Bozorov. Bayram do'st birodar, qo'ni-qo'shni bilan fayzli. Farg'onadagi Navruzga qo'shni Qirg'iz Respublikasi Botken viloyatidan vakillar qatnashdi va ular qirg'iz xalqining bayram tabrigini yetkazishdi. Shundan so'ng sahnada milliy an'analar va urf-odatlarimiz aks etgan voqeliklar namoyish etildi. Qadimiy xalq o'yinlari, raqslar va sahnalashtirilgan kompozitsiyalar bayramga ko'tarinki ruh bag'ishladi. Bayramning yorqin qismi shubhasiz katta konsertda davom etdi. Unda yurtning taniqli san'at ustalari va farg'onalik ijodkorlar ona vatan, bahor va mehr-muruvvatni tarannum etuvchi qo'shiqlar ijro etdilar. Sahna atrofida jonli sahnalar paydo bo'ldi va farg'onaliklar quvonchlarini raqslarda ifoda etdilar.
Farg'onadagi Navro'z sayli xalqimizga xos birdamlik va milliy qadriyatlarimizning yana bir bor yorqin namoyishi bo'ldi.